Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana ko'rsatib turilgan 4 ta pasport egalari Sankt-Peterburg Qarshi yo'nalishi bo'yicha akalarimiz chiroyli qilib o'tkazib kuzatib oldi. Doimiy klientlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha amallab chiroyli qilib kuzatishda davom etamiz. Sizlarga sog'lik, salomatlik. Telegram kanaliga odam qo'shib qo'yingizlar. Zelonni kardorga qiramiy bosingizlar endi. Tezda gaplashamiz aka. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Aviatsiya servis xodimlariga xizmatdamiz. Opa, siz nimaga boring? O'zbekiston Airways kassaga boring. Siz reysdan qoldingiz, perebron qiling, boshqa kunga almashtirasiz. Urganch Dovna yopilgan. Xudo xolasa bemalol murojaat qilasiz. O'shaning uchun vaqtida kelinglar, biletlar. O'zbekiston Airways mana to'g'rida. O'shaning uchun vaqtida kelish. Almashtirmay, bez bagaj o'sha kuydi bil. Xudo xolasa xizmatdamiz, qo'ldan kelgancha yordamlar qilishga harakat qilyapman degan. Mana Urganchdan topib, Urganchga o'zi joyida o'zi yo'q. Dekabr oyi uchun. Xudo xolasa bemalol murojaat qilasiz. Aviatsiya servis xodimlari qo'ldan kelgancha yordamlar qilyapmiz.